Dada, aya bu yoqqa qaranglar-da. Ha bolam, tinchlikmi? Ha, bolam. Sizlar nima meni tug'ilganimdan ahmoq qilyapsizlar? Cho, izdivaysiz, что ли? Son laylak tashab ketgan deysizlar. A televizorda ko'raman, internetda. Ona tug'ar ekan-ku bolani. Ha endi bolam. Aya, menga taksi ko'zligingizda nima yerdingiz? O'shani mazasi zo'r edi-da. Og'zi tilimda qolib ketganda nima edi o'sha? Taksi ko'zligimda banan yedim. Dada, siz nima yerdingiz? Qaziqarda yerdim. Shuni yemang. Onamning qorindaligida ertalabgacha davlenim chiqib kelardi. Bo'ldi bolam, xo'p. Keyin aya kiyimlaringizdan bir hid kelardi. Qanaqa hid edi u? Shunaqangi aromatli zo'r hid edi. Nimani hidi u? Ha, men kiyimlarimni Plus kapsulalarda yuvardim. Bu Koreyada ishlab chiqarilgan, o'zidan shirin hid chiqaradi. Kiyimlaringni umuman ketmaydi. Atir sepish ham shart emas. Kirlarni toza yuvadi. Zo'r hid edi-da. Meni kiyimlarimni ham shunday yuving, ayajon. Bolam, mendan qanaqa hid chiqardi? Dada, sizdan bir g'alati hid kelardi. Shu pis etgan ovoz chiqardi, bir orqasidan sassiq hid kelardi. Nimani hidi edi shu? Ha, pisillasa dezodorant hidini aytyapti bu. Dezodorant edi. Shuni sepmang, dadajon. Iltimos, o'tinib so'rayman sizdan.